Bizlarning kuzuv xizmatlarimizni endi sizlar bepul paydalanib bilasizlar. Nishatdiysizlarmi? Videoning oxiridan ko'ringlar. Ushalimda ko'rib turan 10 ballik jeton orqali endi sizlar bizlarning xizmatlardan bepul paydalanib bilasizlar. Hozir sizlar o'ylashlaringiz mumkin, bizlar 10 balni nishatib yenglaymiz deyishlaringiz mumkin, lekin 10 balni yenglash dimonsat do'stlar. Xonada asosiy kuzuv ishlari ataladi. Görüp turalarsın bir majin, 2 majin, 3 majin. Kuzuv xizmatlari ataladi. Lekin sizlar kelib turib misol polyovka ettirishlaringiz mumkin, kaplatsiya reglovka ettirishlaringiz mumkin, yo bo'lmasa mashinalarga shumka bostirishlaringiz mumkin, balkim kosmetika ettirishlaringiz mumkin. Bizani necha xizmatdan foydalansangizlar, yangi ko'rsatib o'tgan jetonima yozib beriladi. Oxirida har bir atilgan ishga misol summasini qarab bal yoziladi. Ana keyin 10 balni qo'lga kiritgandan keyin do'stlar, bizlar sizlarga 600 ming so'm, 700 ming so'm, 800 ming so'm bo'lgan ishlarni besplatni yetib beramiz. Bu jetonni ele kiritsak bo'lsangizlar, bemalol tedek telefon nomeriga telefon uraveringlar. Agar tushunmay qolgan yerlaringiz bo'lsa, shu telefon nomerida tushuntirib o'taman.